Sahobalardan Alloh taoloning o'zi rozi bo'lsin. Ularning bosib o'tgan yo'llari, ummat uchun qoldirgan buyuk meroslari inshaalloh qiyomatgacha o'rganiladi, tadbiq etiladi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning suyukli sahobiylaridan biri, Allohning arsloni va mujohidlar sayyidi bo'lmish Hamza ibn Abdul Muttolib hazratlariga bag'ishlangan bugungi sahifamiz sizni umuman zeriktirib qo'ymaydi degan umiddamiz. Makka ahli sa'y-harakat, mehnat, ibodat va lag'v behudaga to'lib toshgan kundan keyin kechasi chuqur uyquga tushgan. Qurayshliklar to'shaklari ustida uyoq-buyoqlariga ag'darilib uxlab yotibdilar. Faqatgina ulardan bir inson yon boshini to'shagidan uzoqda tutib bedor bo'lmoqda. U kechasi uyquga barvaqt yotib, 1-2 soat orom olgach, buyuk zavq va shavq bilan o'rnidan sakrab turardi. Chunki u Alloh taolo bilan ahdlashgan edi. Bas hujrasidagi ibodat qiladigan joyiga borib, Robbisiga munojat va duo qilardi. Har qachon astoydil duo bilan tavba tazarru qilib yig'layotgan shovqinni eshitib, uyg'ongan ahli unga rahmi kelib, nafsini bu qadar qiynamasdan uyqu orqali orom olishga chaqirganda, ko'zlarida yosh bilan unga: "Ey Hadicha, uxlaydigan davr o'tdi" deb javob berardi. Bu inson da'vatini endigina boshlab, so'zlarini boshqalarga maxfiy ravishda pichirlab gapirishga qaramay, Quraysh ahliga uyqu bermay, ularni bezovta qila boshlagan edi. U zotga iymon keltirganlar hali juda ozchilikni tashkil qilardi. Iymon keltirgan mu'minlardan tashqari unga nisbatan hurmat va muhabbatni qalbida ko'tarib, hali iymon keltirishga ulgurmagan insonlar ham bor edi. Bu insonlarning qalblari u zotga iymon keltirib, uning muborak karvonida sayr qilishga zavq-shavq bilan to'lib toshgan edi. Jamiyat va urf-odatlarning uslubi, ota-bobolardan meros qolgan dinlarga taqlid qilish bosimi, g'arb va sharq orasidan chiqayotgan nidolar tufayli ikkilanishdan o'zga narsa ularni iymon keltirishdan to'smasdi. Shunday insonlardan biri Payg'ambar alayhisolamning amakilari va emikdosh birodarlari bo'lmish Hamza ibn Abdul Muttalib edi. Hamza jiyanining ulug' va komil inson ekanligini hamda uning ishini, haqiqatini va undagi go'zal xislatlarini juda yaxshi bilar edi. U jiyanini faqatgina amaki sifatida emas, balki birodari va do'sti sifatida tanir edi. Chunki u Payg'ambar alayhisalom bilan bir urug'dan bo'lib, yoshlari ham bir-biriga yaqin, birga o'sib, birga o'ynab, birga birodar tutunib, eng avvaldan qadamma-qadam yurib ulg'aygan edi. Garchi yoshlikda bir xil yo'lda bo'lgan ersalarda, ulg'aygach Hamza o'z tengqurlari bilan dunyoning yaxshiliklaridan foydalanishga raqobatlashib, Makka va Quraysh zodagonlari orasidagi o'z obro' e'tiborini oshirish yo'lini tanladi. Ammo Muhammad sallallohu alayhi vasallam esa ruhidan chiqib, Allohning yo'lini, unga yoritib berayotgan nurini ibodat bilan ziyoda qilish va hamda uni chuqur tafakkurga cho'mdirib, hayotning g'avg'olaridan yiroq qilayotgan qalbining tubidan chiqayotgan nido haqida o'ylab, haqiqat bilan kurashishga tayyorgarlik ko'rar edi. Ular ikkisining tanlagan yo'llari har xil bo'lishiga qaramay, Hamza o'zining jiyani va tengquri bo'lgan Rasulullohning barcha komil fazilatlarini bir zum ham unutmagan edi. Albatta bu kabi komil fazilatlar va go'zal axloqlar egasini barcha insonlarning qalblarida yuksak maqomga ega bo'lib, uning buyuk istiqboli uchun oydin va ravshan surat chizib berdi. Bir kuni erta tongda Hamza odatdagidek ko'chaga chiqdi. Ka'baning yoniga kelib, u yerda Quraysh boshliqlari va sayyidlardan bir guruhini ko'rib qoldi. Ular bilan birga o'tirib nima haqda suhbatlashayotganlariga quloq tutdi. Ular Muhammad sallallohu alayhi vasallam haqida gaplashayotgan edilar. Hamza qarasa, ular birinchi bor jiyanining da'vat haqida xavotirga tushib gapirishar, hamda so'zlarida Muhammad alayhisalomga nisbatan achchiqlanish, g'azab va hasadga urg'u berishayotganini bildirishar edi. Ilgari Muhammadning da'vatiga u qadar e'tiborlari yo'qligini va befarq ekanliklarini izhor qilganday bo'lar edilar. Ammo bugunchi yuzlarida xavotir mavjurib, g'azab bilan go'yo u zotni g'ajiguday so'zlamoqdalar. Hamza ularning so'zlarini eshitib uzoq kuldi. So'ngra ularni haddan ziyod oshirib, yomon gumon qilishda aybladi. Abu Jahl o'rnidan turib o'tirganlarga dedi: "Albatta Hamza Muhammad da'vat qilayotgan narsaning xatarini hammadan ko'ra yaxshiroq biladi. Lekin u buni yengil sanab, hatto Quraysh uyquga yetib, so'ngra tongda uyg'onganida hamma yer rasvo bo'lib, jiyanining ishi g'olib bo'lishini istaydi." Mushriklar bir-birlariga hayqirib va do'q-po'pisa bilan suhbatlarini davom ettirishardi. Hamza esa bir tabassum qilib, bir jahli chiqar edi. Hamma tarqab, uyiga jo'nab ketgach, Hamza boshini yangi fikrlar va xavotirlar bilan og'irlashtirib,
o'zi bilan o'zi bahslashib, jiyanining da'vat xususida o'ylay boshladi. Kunlar ketidan kunlar o'tib, Qurayshning payg'ambar alayhisalom keltirgan da'vatlari atrofidagi hayqiriq va xavotirlari yanada ziyoda bo'ldi. So'ngra bu xavotirlar janjalga aylandi. Hamza esa bu voqealarni uzoqdan kuzatib turdi. Jiyanining sabot bilan turishi Hamzani hayratga sola boshladi. Chunki u zotning o'z iymoni va da'vati yo'lidagi fidoyiligi barcha Quraysh uchun ilgari ko'rilmagan yangilik edi. Agarda o'sha kunlarda biror bir shak payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning rostgo'yliklari va buyuk fazilatlari xususida biron insonni shubhaga sola olsa, bu shak Hamzaning qalbi va xayoliga sira yo'l topa olmas edi. Hamza Muhammad sollallohu alayhi vasallamning go'dakligidan to ulg'ayguncha insonlar orasida eng yaxshi bilguvchi zot edi. U jiyanini xuddi o'zini tanigandek, balki undan-da ziyoda tanir edi. Ikkovlari birga hayotga kelganlaridan boshlab to birga o'sib ulg'aygunlaricha Muhammad alayhisalomning hayoti quyoshning nuri kabi pokiza edi. Hamza mana shu pokiza hayotga yetgan biror bir shubhani eslay olmasdi va biror marta payg'ambar alayhisalomning g'azab qilganini yoki noumid bo'lganini yoki birovdan ta'ma qilganini yoki beparvo va qo'rqoq bo'lganini ko'rmagan. Hamza faqatgina baquvvat jismga ega bo'lmay, balki teran aql va kuchli iroda sohibi ham bo'lgan edi. Shuning uchun tabiiyki rostgo'yligi va omonatdorligini juda yaxshi bilgan zot, ya'ni payg'ambar alayhisalomga ergashishdan o'zini chetga olishi mumkin emas edi. Bas Hamza tez kunda payg'ambar alayhisalomga iymon keltirishni qalbiga tugib qo'ydi. O'sha kun yetib keldi. Hamza kamonini yelkasiga osgan holda sevimli mashg'uloti bo'lmish ovchilik qilish uchun yuzini sahroga tomon qaratib uyidan chiqdi. U ovchilik bobida nihoyatda mohir edi. Sevimli mashg'ulotini tugatib, o'ljasi bilan uyiga qaytayotganida odatiga ko'ra tavof qilish uchun Ka'ba tomon yo'l oldi. Ka'baga biroz qolganda Abdullah ibn Shudo'anning xodimasi unga yo'liqdi. Xodima Hamzani ko'rib dedi: "Ey Abu Umora, agarda jiyaning Muhammadga hozirgina Abu Hakam ibn Hishomdan yetgan ozorni ko'rganingda edi. Uni Ka'ba yonida ko'rib qolib, so'kib haqoratlab qattiq ozor berdi." So'ngra Abu Jahl payg'ambar alayhisalomga qanday ozor berganini birma-bir tushuntira ketdi. Hamza uning so'zini diqqat bilan tingladi. Biroz sukut saqlab, so'ngra kamonini olib yelkasiga osdi. Keyin tez va shahlam qadamlar tashlab, Abu Jahlni topish maqsadida Ka'ba tomon yurib ketdi. Agar Ka'ba yonida uni uchrata olmasa, albatta boshqa yerlarni qidirib uni topishga ahd qildi. Biroq Ka'baga yetgach, Abu Jahl uning hovlisida bir guruh Quraysh zodagonlari orasida o'tirganiga ko'zi tushib qoldi. Hamza o'zini bosgan holda Abu Jahlning yoniga kelib, birdan kamoni bilan uni boshiga